Lak bosinglar, lekin zo'r lekin. Assalomu alaykum hammaga, bizning kuzatuvchilarimiz. Hozir biz Namangandagi obyektimizni ish jarayoniga yetib keldik. O'rnaganda charchamay olyapsizmi? Ish jarayoni o'zi tugallab qoldi. Hop, patalolarimiz 10 sm, 20 sm, 30 sm-lik kamizlarimiz joylashgan. Pardoz ishlari qizg'in, juda ham qizg'in ketyapti. Hop, devorlarimizga ramkalarni joylashtirdik. Hop, devordagi ramkamiz juda ham neobычный. Hop, patologga uyg'unlashtirilgan. Juda ham o'rta holatda, juda ham ortiqcha gullarsiz, bejirim qilingan. Hop, patologlarimizdagi hop, lagan holati, hop, ichki tarafining o'zi 3 metrlik diametrining o'zi, tashqi tarafi 6,5 metr chiqadi. Telefondan kichikroq ko'rinishi mumkin, lekin diametri 6,5 metrlik. Buni ranglarini berib, turlovlarni qilingandan keyin bu narsa juda ham bejirim, juda ham chiroyli narsa chiqadi. Inshaalloh ishlarimiz hali qizg'in davom etyapti. Qanaqadir xatolari bo'ladigan bo'lsa, o'zlaring tavsiya berishlari mumkin. O'zgartiramiz agar biz qo'ldan kelgancha juda ham ishlov berdik. O'zlaring ko'rishlaringiz, o'zlaring baho beringlar agar. Mana shu baladan ham qanaqa baholamiz? Lak bosinglar, lekin zo'r, lekin hammasi cho'tki chiqyapti.